Assalomu alaykum tabiat ixlosmandlari, ekzotik qushlarga qiziquvchilar, hayvonlarga. Bilasizlar, bu profilimiz yolg'iz boramiz, ya'ni ekzotik qushlar, hayvonlar. Yangi boshlovchilarga shu bir ikkita maslahatlarim bor, eslatib o'taman. Yangi boquvchilarga maslahatim shuki, shu 3-4 ta xatoliklarni qilinmasa, albatta qush sog'lom holatda yuradi. Bu mana qushxonaning yo'lagi ko'ryapsizlar. Yo'lagi mana top-toza holatda turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Bu videodan oldin tayyorgarlik qilinmagan, doim shu holatda turadi. Har 2-3 kunda tozalov ishlari olib boriladi. Mana bu qushdagi mana. Bu qushdagi mana ko'rib turibsizlar, top-toza holatda. Bu yog'i qonog'ini ham bir oyda bir marta issiq suv bilan artib o'rasizlar. Ya'ni qanaqadir parazit, mikroblar yopishishi mumkin. Mana bu yog'i esa mana don idish turadigan joyi mana. Bu hali qaralmagan, mana ataylab ko'rsatib qo'ydim. Suv idishni yuvamiz, meva idishni yuvamiz. Bu idishlarga bir qator qarab qo'yiladi. Mana bu yerga qush qo'ytirib, don yeyishni boshlaydi. Shu asosiy maqsad qushlarni toza holatda tutilsa, kasal bo'lmaydi. Sizlarga bir eslatma bu ham, bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun maslahat bu. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga o'zingizlar bir reaksiya bildirib qo'yasizlar va kommentda qoldiringlar. Salomat bo'linglar. Bundan-da qiziqarli videolar, maslahatlar Shakaton Farmda bo'ladi. Albatta obuna bo'lib qo'yasizlar.